Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymış. Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymış. Leksiya desi de Gacı Rozi. Bugünkü islağa 2021 yıl 10. ayının 26. günü hürmetli vatandaş. Bugün sizlerge sözleydiği leksiya bir tane leksiya değil. Bu Cungunun iqtisadi ahvalı nima deganga berilgan javob ekan. Vaziyatni bugun qaraganda alayda bir o'zgarishga munosabatlik bir jumla yo'q. Biroq bugun Cungunun iqtisadi ahvoli to'g'risida kelgan bir parcha maqolani sizlarga tayyorlab chiqdim, hurmatli vatandoshlarım. Leksiyada sizlarga Gacı Rozi, Washington'dan so'zlaymiz vatandosh. Mavzu mundaq. Qarzga bo'g'ilib qolish. Jungo Kompartiyasi yoshirayotgan vaqtlar bombudir. Mavzuli xabar 10 ayning 25 kuni Umid Sadosi torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Angliya tez gazeti mundaq xabar qildi. Tahlilchilar Xenda shirkatining to'xtamga xiloflik qilishidan bayqadiki, Jungo Kompartiyasi 2018 yili 4 trilyon dollarlik yoshirin qarzga qarzdor bo'lgan. 2020 yili 2 trilyon dollar tashqi qarzga qarzdor bo'lgan. Jungoning umumiy qarzi milliy daromadning 270%ga to'g'ri keladi. Shunglashqa faraz qilishga bo'ladiki, Jungo Kompartiyasi pat arada qarz to'xtamiga xiloflik qiladi. Bu hol albatta yer ishora xarakterlik pul muomala krizisini keltirib chiqaradi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Dünya bo'yicha eng cho'ng uy imorat shirkati hisoblangan Xenda shirkati to'xtamga xiloflik qilishga duch keldi. Bu shirkat navbatda 300 milliard 500 milyon dollar qarz pulni qaytarishi kerak. Bu pul Jungo milliy daromadining 2%ni egallaydi. Belki bu şirket, yani Xenda şirketi yaqinda 9 ayının 23 günü, 9 ayının 29 günü ve 10 ayının 11 günü 3 qitim qarz qaytarish muddatini o'tkazib o'tdi. Demek to'xtamga xiloflik qildi, shu kuni qarz qaytarmadi degan gap. Yeniden qo'shilgan qaytarishga tegishli qarzi 193 milyard dollardan oshib ketdi. Bu qarz bu yil bu shirkatning uy imorat bahosini 80% tushirib o'tdi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Agar Xenda shirkati pul muomala organlariga va bankiga qarz qaytara olmaydigan bo'lsa, belki yer shari bo'yicha pul muomala to'rini patparaq holga tushirib qo'ydi. Belki pul qarz berguchi pul muomala sistemasining ishonchimi shuning bilan tugashidi. Lekin Xenda shirkati masalasi taqa cho'ng masala hisoblanmaydi. Lekin Xenda shirkati masalasi taqa cho'ng masala hisoblanmaydi. Pul muomala organlari ogohlantirib mundaq dedi. Jungoning pul muomala ahvoli kishilarning tasavvur qilganidan va faraz qilganidan texmi o'sal. Vion axborot to'g'ri xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungoning eng zo'r qarzi Jungo Kompartiyasi yoshirishga urinayotgan vaqtlik bombudir. Riyosatchi Polki Sharma mundaq ko'rsatdi. Jungoda qarzdorlik, mag'zobi,
Çünkü Kompartiyasi yoşuruşqa urinayotgan vaqtliq bombadır. Cüngünün növbetki umumi qarzi milli daromadning 270%ga to'g'ri keladi. O tanıştırıp mundaq ko'rsatdi. 2018-yili bir parça dokladda ko'rsatilishicha, Cüngü Kompartiyasi doiralarining yoshirgan qarzning miqdori $4 trilyon eşib ketdi. Endi hozir bu qarz bu sandımı eşib ketdi. Bu qarz yaqinda portlaydigan vaqtliq bombadır. Çünkü Kompartiyasi bu paktni yoshirishga urinayotidu. Lekin Xenda şirketining amaliyati bu paktni oshkorlab qo'ydi. Demek hozir Cüngüdə torbettirdi ba'zi chiqayotgan xabarlarda ba'zi yezilar, kentlar, yaqinroq yerlarga shahar deb qurilgan imoratlar butunlay tashlanib qolgan gap atandishim. Shunda esil silingan imoratlarni, uylarni 100 ming yanga setib oladigan odam yo'q. 100 ming yanga sotaman desimi shu uylarni 100 ming yanga setib oladigan odam yo'q. Bunu ayrım ko'rsatayotgan torbetlarda ayrım chiqadi. Bugün Xenda şirketi andın Cüngü'nün ichki tashqi qarzi hozir yer shari xarakterlik pul muomala krizisi ve buron chapqunni keltirib chiqarishi mumkin debdi vatandosh.